Yaqinda mana shu ko'ylakni sotuvga qo'ysam kerak. Aniq. Nimagaligini oxirsida aytaman. What chumka? Agar ko'rgan bo'lsanglar, Alia Bhatt Cannes festivalida Gucci'ning yangi libosida chiqdi. Ha, o'sha mashhur Gucci. Libos to'liq setkada, ustida Swarovski kristallari bilan yondirib qo'yibdi o'zi ham. Gigi logolari ham bor. Gucci buni sari deb aytmayapti, lekin hamma Gucci'ning birinchi sarisi deb gapiryapti. Aslida bu libos ikkinchi sari, lehenga va zamonaviy moda aralashmasi bilan Gucci Hind madaniyatiga hurmatini bildirib shunaqa qilib. Alia esa bu orqali Hind urf-odatini dunyoga ko'rsatmoqchi bo'lgan ekan. Ya'ni bu Indiyaning ichida hurmatga sazovor narsa. Endi meni fikrimcha, bu mega bundan sotuvga qo'yaman. Hali buni Indiya rosa ko'p qilib ishlab chiqaradi deb o'ylayman. Chunki agar ko'rgan bo'lsanglar, Karina Kapur bu yili $3,500 sharfini kiyib ko'rsatgandi va u trendga aylanib ketgan edi. Menimcha bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. O'zi bu Karinaning sharfi to'g'risida bilarman deylar. Bilmasanglar, keyingi reelsda u haqida aytib chiqaman, chunki u alohida tema. Ana endi aytingchi, siz agar shu Aliyani ko'ynagidan chiqsa sotib olgan bo'larmidingiz? Fikringizni yozib qoldingiz, men uchun juda ham Thank you, Vogue. That was us on Last Looks, and now we're going to hit the red carpet.